Qiyomat kunida inson ba'zi birovlarni do'st tutgani uchun nima qilar ekan? Afsus, nadomat chekar ekan. Qani edi dunyoda o'shani do'st tutmaganimda, qani endi payg'ambarlarni, ularni yo'lini do'st tutganimda edi der ekan. Demak, bu dunyodagi ana shu bizni Allohning zikridan, Qur'ondan, Allohning ibodatidan chalg'itadigan do'stlar bo'ladi ba'zida. Bunday do'stdan inson darhol voz kechish kerak. Chunki oqibatini Alloh Qur'onda bayon qilib qo'ydi. Ertaga mana shu afsus, nadomat bor. Bir yaxshi ishni qilaman, yaxshilik qilaman desangiz, sizni shundan qaytaradigan, balki yomonlikka, behuda, bekorchi narsalarga undaydigan qo'shtirnoq ichidagi do'stdan inson voz kechish kerak. Bo'lmasa